Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Eronda 175 kishi halok bo'lgan maktab hududiga AQShning Tomahawk raketasi urilgani ma'lum bo'ldi. Oxirgi nafasimizgacha kurashamiz. Eron AQSh va Isroilni tavbasiga tayantirishga va'da berdi. Eron Isroilga yangi raketa hujumi uyushtirdi. Bu safar kassetali raketalar uchirilgani aytilmoqda. Netanyahuning fikrini ham hisobga olaman. Tramp Eron urushini qachon yakunlash haqida gapirdi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Eronda 175 kishi halok bo'lgan maktab hududiga AQShning Tomahawk raketasi urilgani ma'lum bo'ldi. 8-mart yakshanba kuni Eronning Mehr axborot agentligi e'lon qilgan video 175 kishi, jumladan ko'plab bolalar halok bo'lgan Minobdagi maktabga AQSh raketasi urilganini ko'rsatadigan dalillarni yanada kuchaytirdi. New York Times tomonidan tekshirib tasdiqlangan videoda 28 fevral kuni Minob shahrida maktab yonidagi dengiz bazasiga Tomahawk qanotli raketasi kelib urilgani tasvirlangan. Mojaroda qatnashayotgan kuchlar orasida Tomahawk raketalaridan faqat AQSh harbiylari foydalanadi. Times tomonidan to'plangan dalillar majmuasi, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va boshqa tasdiqlangan videolar Shajarai Toyiba boshlang'ich maktabi binosi dengiz bazasiga qilingan hujumlar bilan bir vaqtda amalga oshirilgan. Aniq yo'naltirilgan zarba natijasida jiddiy zarar ko'rganini ko'rsatadi. Ushbu baza Islom inqilobi muhofizlari korpusi tomonidan boshqarilgan. Zarba aks etgan video dastlab tadqiqot guruhi Bellingcat tomonidan aniqlangan. Keyin esa New York Times uni mustaqil ravishda tasdiqlagan. Nashr yangi videoda ko'rinayotgan qurolni Tomahawk qanotli raketasi ekanini aniqladi. Bunday qurol na Isroil armiyasida, na Eron armiyasida mavjud. 28 fevral kuni Eronga hujum boshlangandan buyon AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalari Eron hududiga o'nlab Tomahawk raketalarini uchirgan. Xususan AQSh markaziy qo'mondonligi 28 fevral kuni dengiz floti kemalaridan bir nechta Tomahawk raketalari uchirilgani haqida video e'lon qildi. Aynan o'sha kuni Minobdagi baza va maktabga zarba berilgan. AQSh mudofaa vazirligi Tomahawk raketalarini uzoq masofali, juda aniq yo'naltiriladigan raketalar sifatida ta'riflaydi. Ular taxminan 1600 kilometr masofagacha ucha oladi. Uchirishdan oldin ularga aniq parvoz yo'nalishi kiritiladi va raketa nishonga o'zi yo'naltiriladi. Eng ko'p ishlatiladigan versiyasida 136 kg trotil kuchiga teng portlovchi kallak bo'ladi. New York Times tomonidan o'tkazilgan surishtiruvlarda maktab bir vaqtlar inqilob muhofizlari harbiy dengiz bazasining bir qismi bo'lgani aytiladi. 7-mart kuni Air Force One bortida jurnalistlar prezident Donald Trampdan AQSh maktabni bombardimon qilganmi deb so'radi. Tramp esa zarba uchun Eronni mas'ul deb hisoblashini aytdi. Men ko'rgan ma'lumotlarga ko'ra bu ishni eronliklar qilgan. Bizningcha buni eronliklar qilgan. Bilasizki, ularning o'q-dorilari juda noaniq. Ularda aniqlik umuman yo'q. Buni Eron qilgan, dedi Tramp. U o'z so'zlariga hech qanday dalil keltirmagan. Shundan keyin jurnalist Pentagon rahbari Pete Hegsethga ham shu savol bilan murojaat qilgan. U esa biz albatta tekshiruv olib boryapmiz, ammo tinch aholini nishonga oladigan yagona tomon bu Eron deb javob qaytardi. Oxirgi nafasimizgacha kurashamiz. Eron AQSh va Isroilni tavbasiga tayantirishga va'da berdi. Xatam al-Anbiyo markaziy shtabi qo'mondoni Ali Abdullohi Eron AQSh va Isroilga qarshi urushni ular Islom Respublikasiga qarshi boshlagan agressiyasidan afsuslanmaguncha davom ettirishini bildirdi. Bu haqda u Al Jazeeraga bergan intervyusida so'z ochdi. Uning aytishicha, Eron zamonaviy va yuqori aniqlikdagi qurollarga ega bo'lib, bu qurollar mamlakat harbiy qudrati haqida raqiblar tasavvur qilgandan ham ustun. Qo'mondon Eron qurolli kuchlari Islom Respublikasini oxirgi nafasigacha himoya qilishini va dushmanlarni qilgan harakatlardan afsuslanishga majbur qilishini ta'kidlagan.
Ali Abdullohiyning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil Eronga nisbatan harakatlarda doimo xato hisob-kitob qilgan. U Eron bir necha bor dushmanga jang maydonida javob berishini aytgan. Shuningdek, u raqiblar Eronning raketa arsenali haqida hamma narsani bilamiz deb o'ylayotganini tanqid qilgan va jang maydonida Islom Respublikasining tiyib turish kuchini aslida bilmasliklarini aytgan. Qo'mondon Eron qurolli kuchlari urushda halok bo'lganlar, jumladan Islom inqilobi rahbari Ali Xomanaiy qoni uchun qasos olishga qat'iy qaror qilganini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, dushman Erondagi o'quvchilar va tinch aholiga hujum qilib, uy-joylarni vayron qilmoqda. Shu bilan birga Eron ularning harbiy obyektlari, texnikasi va boshqa zarur nishonlariga zarba berishini ma'lum qildi. Ali Abdullohiy Eron Islom Respublikasi va Eron xalqi oxir-oqibat urushda g'alaba qozonishiga ishonch bildirgan. Eron Isroilga yangi raketa hujumi uyushtirdi. Bu safar kassetali raketalar uchirilgani aytilmoqda. Isroil ommaviy axborot vositalari qutqaruv xizmatlariga tayanib xabar berishicha, Tel Aviv va Petah Tikva shaharlarida Eron tomonidan yangi raketa zarbalari qayd etilgan. Times of Israel ma'lumotiga ko'ra, kamida 6 kishi jarohat olgan. Tel Avivda bir erkak og'ir jarohat olgan, yana bir necha kishi yengil jarohatlangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumda kassetali jangovar kallakka ega ballistik raketalar ham qo'llangan bo'lishi mumkin. Bunday qurol havoda ochilib, katta hududga ko'plab kichik zaryadlar tarqatadi. Bu esa odamlar va fuqarolik obyektlari uchun xavfni oshiradi. Isroilning favqulodda xizmatlari zarba joylarida ishlamoqda. Yangi raketa hujumlari haqidagi xabarlar tekshirilmoqda. Hukumat aholini havo xavfi paytida bomba panogohlarida qolishga chaqirdi. Netanyahuning fikrini ham hisobga olaman. Tramp Eron urushini qachon yakunlash haqida gapirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 8-mart yakshanba kuni The Times of Israel nashriga bergan intervyusida Eron bilan urushni qachon yakunlash haqidagi qaror Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan birgalikda maslahatlashgan holda qabul qilinishini aytdi. Donald Tramp urushni qachon tugatish borasidagi savolga javob berar ekan, yakuniy qarorni o'zi qabul qilishini, biroq Netanyahuning fikrini ham hisobga olishini ta'kidladi. Yakuniy qarorni men qabul qilaman, lekin Netanyahuning fikrini ham hisobga olaman, dedi u. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar prezidenti urush qachon yakunlanishi mumkinligi bo'yicha aniq muddatni aytmadi. Uning ta'kidlashicha, Eron Isroilni va uning atrofidagi davlatlarni yo'q qilishga intilgan. Eron Isroilni va uning atrofidagi barcha davlatlarni yo'q qilmoqchi edi. Biz birgalikda harakat qildik va Isroilni yo'q qilishni istagan mamlakatni yo'q qildik, dedi Tramp. Shuningdek, agar AQSh zarbalarni to'xtatishga qaror qilgach ham Isroil urushni davom ettirishi mumkinmi degan savolga Donald Tramp bunday zarurat bo'lmaydi degan fikrni bildirdi. Prezident The Times of Israel nashriga Mojtaba Xomanaining saylanishi haqida izoh berishdan bosh tortib, qisqacha nima bo'lishini ko'ramiz deb javob qaytargan.